Davlat rahbarining topshirig'iga ko'ra, aholining taklif va istaklarini inobatga olgan holda yo'l harakati qoidalariga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Hukumat qaroriga ko'ra, 1-iyundan quyidagilarga yo'l qo'yilmaydi. Yo'l chiziqlarini bosish holatlari foto va video orqali qayd etilishi to'xtatiladi. Bundan to'xtash chizig'i stop liniya mustasno. Shaharlarda soat 7 dan 21:00 ga qadar yo'llarni ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish mumkin emas. Faqatgina dam olish kunlari va kechiktirib bo'lmaydigan holatlar bundan mustasno. 1-sentyabrdan boshlab tezlikni nazorat qiluvchi statsionar va mobil radarlargacha 250 metrdan 500 metrgacha masofada radar belgisi majburiy o'rnatiladi. Endilikda soat 23:00 dan 6:00 gacha jamoat transporti uchun ajratilgan yo'llarda boshqa transport vositalari harakatlanishi mumkin. To'xtash taqiqlangan va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilari qanchalik maqsadga muvofiq o'rnatilganligi nuqtai nazaridan to'liq qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, to'xtab turish taqiqlangan belgisining tagida amal qilish vaqti soat 7:00 dan 21:00 gacha deb ko'rsatilgan bo'lsa, ushbu belgi hududida soat 21:00 dan 7:00 ga qadar bemalol to'xtab turish mumkin bo'ladi. Tezlikni oshirish holatlari ko'plab kuzatilayotgan hududlarda tezlikni ko'rsatib ogohlantiruvchi elektron tablolar o'rnatiladi.